biz qilayotgan bu ish, yashayotgan bu hayot her türlük sahalarninki o'rtaga chiqishga ehtiyoji bor. Bir odamninki hamma sohada yetilib bo'lishi mumkin emas. Her bir odam ma'lum kasbda, ma'lum bir turda, bir sohada yetilib mutaxassis bo'lishi kerak. Anikin men bir turda voyaga yetdim. Yana birisi yana bir turda voyaga yetdi. Yana birisi yana bir turini to'liq egalladi, mutaxassis oldi. Anikin hamma bilan bir yerga kelgandan keyin bir o'rtaq jamiyatning ehtiyojini qondiroladigan, jamiyatni yuksaltirib apmangalaydigan, musulmonlarni taraqqiy qildirib ilgaritiradigan bir o'rtam maydonga keladi. Bir hol maydonga keladi. Bu bizningki eng oxirida erishmoqchi bo'lgan nijotligimizning asosi bu. Bu biz dersimizde davat qilimizdek ailedən başlanıdı. Ayol, dada bala, xizmetdən başlanıdı. Xizmetdaşlarımız, xulum xoşlardan başlanıdı. Özara. Bizning jamiyatimizdagi ojiz musulmonlar, kuchli musulmonlar bilan başlandı. Bularning hammani o'z ichiga olgan vaqtida, hamma bilan o'rtaq hamkorlashgan vaqtda biz Qur'oni Karimdagi ulaika humul muflihun degan nijotlikqa erishishlar biz bo'lamiz. Ammo hamkorlik tashlanib qo'yilgan vaqtda, sal qaralgan vaqtda tamam bir qismlarimiz ma'lum tarafida utuq qozonishimiz mumkin. Birisi o'zining kasbida tirishlik utuq qozonishi mumkin. Ammo bir juz'iy taraf buni biz utuq deb ataymiz. Nijotlik emas bu. Nijotlik hammalarning kimida sog' salomat qirg'oqqa chiqa olishimiz. Ammo bireylarningki yolg'iz ma'lum bir sohada utuq qozong'ini vaqtliq kemi cho'kayotgan vaqtda kichik qiyiq yasab olganga o'xshash, bu qiyiqning umri uzoq bo'lmaydi. Chunki to'lqinlar va atrofimizda. Bu qiyiqni to'lqinlarning yutib ketishi nihoyat oson. To'lqinlarga taqobil tura oladigan cho'ng kema. Yani bu jamiyat kemisi, musulmonlar kemisi. Biz bu kemini o'rtaq qirg'oqqa sog' salomat ep chiqishimiz to'g'ri. Ammo buning uchun bizda hamkorlik bo'lishi kerak. Hamkorlik yuqorida deganimizdek bir madaniyat o, bir fazilat o, Allohga qilgan bir ibodat o amaliyotda. Sizning davomli masjidga kirib namoz o'qig'uning ham emas, boshqalar bilan hamkorlashganingning o'zi bir ibodat. Bu xil hamkorlikning asosi o'rtaq bir a'zolik. Men bir bu dinning a'zosiman, bu bir jamiyatning a'zosiman. Jamiyat meningki, bu din meningki. Men bir kishilik to'pamni qo'shishim kerak.